Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ala. Rabbena heb lena min ledunke rahmeh ve heyyi lena min emrina reşeda. Amma ba'du fekâle Allah subhanahu ve teala fi suretil Bakara vel validatu yurda'na evladahunna. Analar ballarını imetido dedi. Habarun fi ma'nal emr. Hazır macumnunki Türkiye haber andı bolsunmu, yani imetidoligini xabar qilyapti bizga. Lekin bundan maksat buyruq. Xuddi biz yuqoriga bir oyatning nusida degandek, bu buyruq ijro qilinib, bular shu ishni qilayotganligini andan bizga xabar berayotgandek. Bu buyruq vujudga chiqib bo'ldi. İcra qilyapti bular. Ondan bizga analar ballarni imetido degandek. Bu bir xil mubolag'ani bildirdi. Hikoya tarabbasna mana. Tarabbasna degani shu. Va hada al-amru ala wajhin nad. Mush buyruq hamda al-amru yufidu al-wujub. Haqiqatun fil wujub yoki haqiqa fil nad aw haqiqatun fil wujub va nad wal ibaha aw fil qadr al-mushtarak degan bu talashlar usul fiqhidagi talashlar. Yani buyruq keldi. Bu buyruqning o'zi boshqa chiqqanda, masalan mubohlikqa yo mandublikqa yo vojiblikqa chiqqanda bir alomat belgi bo'lmasa, nimani bildirdi olsa, darhol vojibni bildirdi. Yoki ba'zilar mandublikni bildirdi degan olim bor. Ma'lum mandublikni bildirdi dedi. Analarning shu balni imitishi mandublikni. Yoki ala vajhul wujub idza lam yaqbal as-sabi illa tadiya ummi. Yoki imidgan bola onasining emishkidan boshqa unumsa, undan boshqani emmaydi ekan. Onasiga aslam emmaydi ekan. Bunda ahvolda onasi imitishi vojib. Mutayyin bo'lib qoldi. Agar imitmasa, balki bola zayi bo'ladi. Aw lam tujad lahu dhi'run. Yoki bular izlab inakanidan bizni topolmay qopti. Imitib turgan. Ijariga bo'lsinmi, kiraga bo'lsinmi imitib turganini topolmabdi. Şu çağdan anasınınki imitishi vacib. Aw kana al-abu ajizan an al-istijar. Yoki otasi bu imitib turgan inakanini ijaraga olishga, kiralab olishga endi pul yo'q ekan, ojiz ekan. Dankin ana imitib turish kerak deydi. Lekin yuqoridan nima uchun netga operatda buni qarayna bormi? Liman arada degan sal anni bo'shitib qo'yganlikdan balki mandublikqa nima qilgan bo'lsin. Aw endi mana ikkinchi tafsir. Aradal validatul mutallaqat. Yoki talaq qilinib ketgan ayollar. Odatda normal erning amridagi ayollar emas, bu talaq qilinib ketgan ayollar demoqchi bu tafsir. Chunki bular qarshida, ya'ni bu hozir Mujohid, Said ibn Jubayr qatorliq mufassirlarningki qarshi ekan. Bular deydiganki, mana yuqori oyatda va idza tallaqtumun nisa fa balagna ajalahunna deb talaqning gapini qildi deydi. Talaqning gapini qilib, kelib analar bolalarni imitido degani xuddamda talaq qilib ketgan ayollar imittirgan bola bor qushqida. Shunda holatda bo'lsa, analar bolani imitido, dazisqlam tashlab qo'yib ketmaysa, bola zarar deb talaq qilingan ayollar xos demoqchi ma'lum. Chunki talaq qilingan chaqda bu talaqning qurboni kichik bola bo'lgan. Ikki tarafni o'ttirib qilib, ya uning mehridan mahrum bo'ldi, ya buning mehridan mahrum bo'ldi. Ba'zida u erga qaydab ayol taqa bolani dushkishlab tashlab turishi mumkin. Sen bolani baqamtim degan qaydigan tariqada. Dedi mutallaqat bunun ayollar qarshida bu uning munosabatsiz degan gap. Ikkinchi tafsirda taqilmagan ayollar bu demidi deydi. Al-validat mutallaqat degan Said ibn Jubayr. Mujohid bilan Said ibn Jubayrning qarashi bu. Chunki ilgirgi oyatda "Idza talaqtumun sadat" talaqning gapini qo'yganki, "Al-validat" degani, ya'ni talaq qilinib ketgan qushqida bolasi va analar bunda imitido demoqchi deydi. Va ijabun nafaqati val kisvati li ajli rida. Andan bu kiyim-kechak va chiqimini vojib deyish bu nima uchun? Imitib berganlik uchun deydi. Imitib berganlik uchun andan nafqa qildi. Chunki bu talaqning ketgan ayollar iddat to'shqandan keyin nafqa yo'qdi. Faqat shu bolani imitib berganlik uchun 2 yil ichida masalan imitib berganlik uchun buni g'andan kiyim-kechak chiqimini haydab tursa degan gap deydi. Demak bu ikkinchi qarash talaq qilingan ayollar qushqida bola qolib qolsa, ashni imitib turdi demoqchi. Havlayni kamilayni. Qanchalik muddat desa 2 yil, to'liq 2 yil de. Tamam. Va huwa tawkid mana. Kamilayni degani tawkid. Havlayn deb qo'ysa, balki bir ehtimolda yuqori degandek, salasi quru yoki ashur ma'lumot degandek 1,5 yil yoki 1 yil 10 oy. Menda ehtimollik bo'lishi, ikkisida pachampalarni to'plab, pullab deyotgan bo'lish ehtimoli bo'lgan ekan, kamilayn deb qo'ysa 24 oy to'liq ekanligini bildirdi. Xudaylik bir oyat tilka asharatun kamila deb qo'ydi-ku. Shunga o'xshash. Li'annahu mimma yutasamahu fihi. Chunki ona bunda
jilni ama sanni degan chaqda mayli yetiblam bakda jinsklar jumay 1 yerim bo'lsa 2 1 yil 10 oy bo'lib qasman 2 yil deyilgan bunda ahvollar bor. Fa innaka taqulu aqamtu 'inda fulan hawlayn wa lam tastakmilhuma. Mana fulanning qishida 2 yil tug'an deysa, amaliyotda 2 yil to'liq turmagan bo'lishi mumkin. Liman arada yutimma radaa, imitishni tamomlayman degan kishi uchun shunday demak. Xuddi bu yerda hozir bir mubtada bo'lgan o'xshaydi. Hada liman arada yutimma radaa. Yoki a hukm manda tamomlashni xohlagan kishi uchun deganman. Bayanun liman tawajjaha ilayhi hukm. Demek bu hüküm kimga qaratilgan shuni bayon qilib beryapti deydi. Imitishni tamomlashni xohlagan kishilar uchun. Bundan imitishni tamomlash vojib emas ekan. Imitishni tamomlashning hukmi nima? Masalan 1 yilda ayirib o'tish mumkin. 1,5 yilda ayirib o'tish mumkin. Ya ananing tan salomatligiga ya bir ahvol bo'lib qolsa ayirib o'tadi. Lekin bu chaqda gunohkor bo'lmaydi degan. Chunki bu yerda o'zining irodasiga bog'lab qo'ydi. Shu oyatdagi yurdana degan xabar shaklidagi buyruq nima? Vojiblikdan mandublikqa yetkazdi. Liman arada yutimma rada. Ay hadal hukm liman arada itmam rada. Mana bu hukm imitishni to'liq tamomlashni xohlagan kishi uchun val hasil degan nimani bildirdi? Xulasa degan. Jinchaq desak, Uyg'urcha bag'o val hasil degan. Uyg'urchada val hasil deb ishlatamiz. Annal aba yajib alayhi irda waladi dunal Demak, bu yerda balani emitish mas'uliyati dadining gardiniga deydi. Bali dadi o'zi emitanmaydi, lekin shu butun chiqimini qilib berish dadining majburiyati deydi. Va alayhi yattakhidha lahu dhi'ran illa idha tatawatulun bi irda'ihi. Ana va ma emitib beray bo'ldi, desa bo'ldi, emitadi. Yo'q deb tursa, bu chaqda inikanidan meni kiralab ijara to'lish kerak, shaqqini berish kerak. Va hiya mandubatun ila zalika va la tujbar alayhi. Ana ishni qilsa, u o'zining fazilati, ya'ni savob oldigan. Lekin uni majburlanmaydi. Emitib turgan ayolni bo'lmaydigan yani. Tabanmasa vojib tutuq yuqirdi. Bize tayinat. Mesela başka ayolini tabanmaptı. Yoki başka ayolning emishkini emmaykan bu. Yaqin sapaqsimi emmayk. Musa alayhisalom shunday oldi-ku. Unda onikan ana shuni qildi. Agar hamda emitmasmi nayponglar bilan bir ketadigan bo'lmaydi. Wa la yajuz istijar al-ummi ma damat zawjatan aw mu'tadda. Bu ayol balining anasi, ash odamning ayol bilan bo'lgan kirasi bo'lmaydi. Ya'ni u ayol men pul bersa ish qilib men balamni emitib bermaydi desa bo'lmaydi. Yoki iddat vaqtidan bo'lmaydi. Talaq qilib iddat ichida bu erning nafsi bilan yashaydi emasmi? Bu ortiq pullar emas. Iddat to'shqandan keyin 2 yil to'shqan qadar undan. Yatay bo'lgan ekan, balani pullarsan emitib berma deb turasa mayli. Endi yana bir tarafi ayollarning unda bu balani emitib bermayman bu deyishi, bu erdan ajramdan keyin ayolning qushqida bir bo'y qoladi. Lekin endi burun chiqimini er qilib birdi. Hozir endi o'zi qilish kerak. Chiqimini qilib yashamaydigan bo'lganki asla agitiga deydi. Nima? Turmush chiqimi uchun va boshqa ishlar uchun agitish kerak bo'ladi. O'chada bola imitman deb o'tasa, keyingi er bilan bo'lgan turmushiga ta'sir etadi. Masalan, qandaylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb chiqarganday. O'chada keyingi uy bo'lmaydigan ahvol chiqdi. Shunga ayolga endi majburlamay bunda qo'yib qo'ydi. Wa alal mawlud lahu al-ha'u ya'udu ila al-lam. Yani onunga balı tug'ilgan kishi deydi. Bu bir xil mushtarak hozirmi shu usul fiqhidagi mushtarak deganning birisi. Hadi Qur'on hadis shuni tutsak bo'ldi deymiz-ku. Lekin Qur'on hadisi shunga mushtaraklik bor. Ma'no mana lahu degan mushdamir hozir. Kim? Yadihi uqdatun nikah degan kim? Demak bunda falonimiki, fistanimiki degan ehtimolliklar bor. Al-ha ya'udu ila lam, bi ma'na allazi lahu degan lam ashun qaytu allazi huwa mavludun kelib nikah. الموضوع معنى الذي والتقدير وعلى الذي يولد له وهو الوالد. Aş kişiye aş balı tug'ilgan kishi deydi. O kim desa aş ata. Bu bala aşu atı üçün tug'ilgan, yoki atiga tug'ilgan. Ve lahu fi mahall ar-raf' 'ala al-fa'liyya. Ana mush lahu degan mushu jar va majrur bu marfu ekan. Nima uchun fa'il o'rnida deydi. Fa'il o'rnida hisoblaymiz uchun. Xuddi naib fa'ilda kimda? Naib fa'ilda kimda? Ka alayhim fil maghdub alayhim. G'ayril maghdub alayhim deganiki alayhim shunda deydi. Endi nima uchun alal mavlud lahu dedi? Valid divas bo'ldi emasmi? Masalan, mush tafsirga asosan, dadisi dediqo, dadisi degan tafsirga asosan, nima uchun alal mavlud lahu deb bunda ishlatdi? Va alal valid deb qo'yish bo'ldi-ku dedi. Li yu'lama anna al walidat innama waladna lahum. Bu yerda onalar bu balani dadilar uchun tug'ib berganligini his qildirish uchun, shuni bildirish uchun dedi.
Xuddi bu balalar dadi uchun tug'ib bergandek. Masalan, oddiy misol qilib kelibdi. Balalar atalarga mansub qilinadi, anaga mansub qilmaydi dedi. Fakana alayhim an yarzuquhum va yaksuhum idza ardana waladahum kal azar. Bu atalarning balasi tekinmi? Xuddi atalar uchun analar tug'ib bergan balaga o'xshash bo'lgandan keyin bu xuddi bir yot ayol emitib bersinmi? İnikani süptüde onu şak bergandek, şu dadılar çıkımını kılış gerek diyenini bildirdi. Yani falan için tuğup bergen degen ya, tuğup berilgen kişi çıkım kılış gerek, pul kılış gerek. O da deyhan şunda Japan tartıp o buğdayını aşağıdaki nılga hükümetke terip bergen olacağız. Şeriat acayip tanıpınlıklı. Erlerge ballarını bisim kılıp mesela, hukukunu işletip sen milyon cinan emmiz mininke dediğin hukukunu yürüp durar. Ayollığı kelgen vaqtda emmedinci bu yaxşılık qilmas ananga deb ko'tini qilgan dadanga deb anangni. Demek analar adet aciz kıldı. Acizini öleş bekirken onun öleşke ihtiyacı var. Dadılı küçük kıldı. O derecede ballarının yaxşılığı o derecede anadek muhtaç emas. Yani nima için? Aslında bu nesep asli anığı buldu. Asli kaydı şu. Umuman aslida nasab shunda. Lekin hayvon Allohda shunga, masalan birisini man go'sht halalmoq bo'lsa, anisi halol bo'lsa halol deb menda anisga nima qilamas? Anisga mansub qilamas. Anis tava bo'ldi. Insonlarda dadiga tava qilini nima uchun? Insonning nasab qo'g'dash degan gap bor. Agar anaga mansub qilsak, nasabdan sadaqat qiladi. Qachirnimi? Anisga Qo'y taraf bo'lsin. Bidayatul mujtahid. Ha? Acha anisi qaraymiz dedi. Anisi makulul lahm bo'lsa, bu makulul lahm. Qancha otosliga bo'ldi degan. Ha, yo'lda dedi. Endi qachondan keyin ko'pincha 90% shu anisi atıldı. 10% ondan dadisi atıldı. Qachondan nasli bo'larmikan, bo'lmaydikan? Nasli bo'lmaydi. Masalan, av cho'chib bo'lib, ishkilga chiqsa, harom hamma narsa. İşkilist aram bo'lgan ekan, aram bo'lgan. Cho'chqim aram, istim aram bo'lgan ekan. Endi bu keçida ikkitani kromosomat o'xshash chiqmagan ekan. Bizning 62, bizning 64 bo'lgan ekan. Ikkisi changlasa 63 chiqib qoldi ekan. Chiqqan ekan o to'lanma bekaldi. Endi mushu lahu degan so'z hozir meni ajli degan ma'noda xuddi mishada ta'lil. Nima uchun bu pul qayerda uning chiqimini qiladi? Mushu imitish haqqini mushu bilish kerak degan lahu, ulida lahu. Shuning uchun tug'ilgan bu. Xuddi ma shuning uchun o'tirishi uchun yasalgan chiqimini shu bilish kerak degandek bir gap. Bu bir xil illatni bayon qilish. Ala tara annahu dakarahu bi ismil valid haythu lam yakun hadal ma'na. Mana boshqa oyatda menda bir mazmun ko'z tutilgan bo'lg'achqa, uningda valid deb qisqalam bayon qilyapti. Lekin bu yerda valid demadi, alal mavlud lahu dedi. Masalan, waqsha yawman la yazi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a degan oyatda bu yerda valid deb ekeldi. Rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf. Aşı atısının boynunda imitidgan ayollarning chiqimi muvafiq miqdorda qilib berishi vacibdir. Bila israfin va taqdir. Bekmo israf qilib o'tmay, to'kib o'tmay, bekmo siqib o'tmay. Va tafsiruhu ma yaqubuhu. Bil ma'ruf deganning tafsiri bu hamda bir gapim. Muvafiq miqdorda degan ma'noda. Bu qanday o'z muvafiq miqdorda esa oyog'ida va kiyimkisi shuni tafsir qilib berdi deydi. La tukallafu nafsun illa wus'aha degani ash ma'ruf shu. O'zi ko'taranmaydigan narsa yuklamanmay, ko'taradigan shaklda normal mundaq chiqimini qilib berish deydi. Va huwa alla yukallafa wahidun minhuma ma laysa fi wus'ihi va la yatadarra. Ana tarafmo uning qilinmaydigan ishga ig'ir vazifa yuklanmay, imitanmaydigan bo'lsa, masalan, yo'q imitishing kerak deb zo'lamaymiz. Atımı yak mançpul birişin gerek de veremeden olsa ondan okumayız. La tukallafu nefsun illa vus'aha. Vus'a deganlar da vujd demekçi. Men vujdikum dedi o yani bir ayette. Tapalığının o'yinga vaja degan tepishg'o. Tapalığının qurbiyatgan tapalığın ne demekçi? O qadri imkaniha. İmkaniyati yer bergan shaklda. Ve teklifu ilzam ma yu'thiruhu fi kulfa. Teklif degan nima esa, hali teklif degan nimani lug'at tarafdan sharhladi. Teklif degan. İlzam ma yu'thiruhu fi kulfa. Kulfa degan mashaqqat, jafo mashaqqat. Yu'thiruhu degan yaxtaru degan bo'ldi. Jafo mashaqqat biz o'zimiz muvofiq deb tanlagan narsani boshqalarga tinchdan iborat. Ma jafo va ijtimoiy qilsa deb taklif qilishda iborat. Lekin usul fiqhida shundan teklif خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. تكليف
Yok şu Allah Teala'nın hitabı ya maaşını kıl kılma ya bunda diyen ibaret sözü şu teklif kılın. Namaz oku, roz tut, hacz kıl degandek. Usul ulamaları ilzam demeydin bu. İlzam degende ama lügat manasıdır. Lügat manası şunda. Vazif tapşuda, mana kıl dep bunda vazif yüklep koydu degen manada. Lekin ama şer'i manası biz derhalamda teklif degen mükellef degen Allah Teala mükellef degen biz bende. Daha ki Allah Teala bizge mana işini kılınlar dese şu kılınlar degen şu sözü bizim teklif kılıştı ibaret. Hadi biz bağ klasik tekliflerimiz var. Demek ataten şu öyle kileyen dep şu cepa meşakkatke teklif kılıyordunuz. Öyle kasının duldan çay bunda şörpülü var diyenler. Ki öyle berep bizden işini koyup vakit çıkarıp şey beriş ya teksik teraklı barda oldu. Arvını tokup arvını cevdu barda açlattı. Demek bu bir hır teklifim. وانتصاب وسعها على أنه مفعول ثاني لتكلف لا على الاستثناء. Demek وسعها diyen bu tükellefninki ikinci mef'ulü. İstisna cihetten kaçı bu istisna munqati bu daplam mensup olab ahol yok dedim. Ve dakal illa beynel mef'uleyn illa iki mef'ulun oturuq içir vargan. Hazır nefsun bir mef'ul şunama وسعها iki mef'ul. Demek وسعها bu mu mef'ulun bihitti dedim. Nefsun naif alken. Peki ma وسعها mef'ulun bihiken. Peki İki mef'ul mutadi olduğu nasıl olan ki birincisi naif fail olup kaldı. Ama ikincisi mef'ul. Mef'ul evveladır nefsün şu. Lakin naif fail olup kaldı. Bunun mecbul olan iken naif fail olup gitti. Mesela kutilal adu deniyoruz. Katalallahu al adu diyenler. Fail çıkarken iken mef'ul otomatik naif fail olup kaldı. Ama mebnin mecbul olan iken naif fail oldu. Yani istisna rolü önemli. İstisnanın uyada mensup kılış rolü yok demek lazım. Yani mensup kılış rolü bozumu, aslında mensup olup ketişi mef'ullik tarafından eğrilesip bulup boğan o. Yani istisna tarafından da koşunca mensup boz belki. Lakin asas koyamazsa. La tudarra validetun bi velediha. Ana abbalı sevabidin ziyan uçurtulmaydı. Ana ziyan urulmaydı dedi. Tudarra degan so'zni Mekke qariyalari, Basra qariyalari marfu holatda o'qibdi. Bu xabar shaklida bo'lib, nahiy ma'nosi kelgan. Val validatu degandek. Demak, analar ziyan yetkazilmaydi. La tudarru. Bizning qiraatimizda degan musafga la tudarra. Hozir men boshqa qiraatni aytdim. La tudarru deb o'qidi. Va huwa yahtamilu al-bina lil-fa'ili wal-maf'ul. Demek mebnil mecul bo'lishi mumkin, mebnil ma'lum bo'lishi mumkin. İşleyisan sığısı bunda o'xshab qoladi dedi. Wa ay yakuna al-aslu tudariru bi kasr ra. Bunda ehtimolliqim bor yoki tudararu bi fathiha. Demek ism mebnil mechul, ism mebnil ma'lum bunda bo'ldi dedi. Wal baquna la tudarra ala an-nahy. Maktabda la xato yozilgan. La tudarra dam. Baqul degan hozir hafs o'qigandan boshqalar yani bizning qiraatimizga ham shu. Hafs va boshqalar la tudarra deb o'qidi. Ala nahi demak nahi qilmoqchi. Jan umson wal aslu tudarra. Uskinatul ula qiraaninki birinchisi sakin qilindi. Sakin bo'lganki ikkinchisiga idg'om qilinib ketdi. Faltaqa sakina ikisini jumlashtirsak va sakindan ikkisi kelib qoldi. Birincisi sakin, ikincisi sakin. Shundan qanday qildik? Fa futihatis thaniya liltiqa sakin. İkincisini biz zivar qilyaptik dedi. Arablar shunda ishlatgan. Biz unda qilib operatsiya qilib buni o'nshab bunda qilmadik. Asli arablar shunda. Lekin shuni ham bir biz belgilgan qoidaga asosan tahlil qildik. Demak, nima uchun zivar qildik buni esa oldidagi harf zivar bo'lganlik uchun. Oldida da harfi zivar bo'lg'achqa unda zivar qildik dedi. Validatun bi valadiha. Yani ana ay balası sebebinden balası bilan ziyan uğrulmaydı degan. Bu nima? Ay yuqorqi ahkamninki xuddi illatidek. Ay yuqorda shunda belgilar hukm nima uchun? Anaga balası sebebinden ziyan uğrulib qolmasin. Shu sababdan ay la tudarra validatun zawjaha bi sababi valadiha. Ma'no bunda tafsirdi. Ana balası sebebinden eriga ziyan uğramasin. Ve huve en tu'annife bihi. Ayol hazır aşık balı sebebinden erge kupal tigidir. Xuddi balı jukoldi bu ayol hazır. Andan sen balağının uçunda bunda oturamda manda qattiq gap qildi demakchi. Ve tatlubu minhu ma laysa bi'adda min ar-rizqi etkisi. Balağını bakkanlığa içire yatlab içirsak o'shini. Manda narsa keppa, una keppa deb andan ortiq narsani talab qildi.
insaf qilmaydi. Va an tushg'ila qalbahu bit-tafrid fi sha'nil walad. Andan atının yuragini davomliq ensirtib bola to'g'riliq. Xuddanda bunda obdan xabar olmasang, balani chiqib tashlitma, bunda qilma, boqmayma degandek bunda qo'rqitib bolani zaya qiladigandak his qildirib qo'ygan ekan. Davomli dakkulikda ma bag'aras xotin balamni osh qo'yib kasal qilib qo'yami, unda qilaman deb davomli ensirtib qo'yish mumkin. Va anta qula ba'dama alifaha as-sabi utlub lahu dhi'ra. Endi u bola kunab bo'lgandan keyin bir muddat bu onini emib shuni kunab qoldim. Kunab qolgandan keyin endi emitmaysan, enekandan bizni tepib mabalni bosh xotinga emitkizgan deb anda bo'lsa bolaga taxmin qildi. U armon kim baki o'sha bolani emitib turganda uni xush qildirdi. Bu bir japa. Va shu ayolining shunda qilishi bo'lmaydi degan mazmun chiqadi. Ha, demak shu ana erkizgan umusin deydi. Shu balani rasmiy qilib turib, bola sababini adadiga ziyon umusin deydi. Ma'lum tafsir ma. Wala mavludun lahu bi waladi. Endi atimo agar bola o'sha odam uchun tug'ilgan, shunami? Kimda bu atitda Atmandan balı sebebinden balını desmaya tutturup anı ziyan olmuşsan der. Demek işkili taraf birbirine ziyan oluşmuşsan. Ey vela yudarra mevludun lahu yani ata ayalını balı sebebinden ziyan uçratmışsan. Kanda şekilde ise en yemna'aha şey'en mimma vecebe aleyhi merizka ve kızar. Bunu beriş gerek olan nefkisini caydı basın. Kim geçecek olsun basayım ekşmek. Ev ya'khudahu minha ve yeturidu irda'ahu. Ya ki ayalımın balamını imitittim balamını menden ayrılatma dep tursa sana imitkizmeyme. Kösetmeyme sana dep koldan tatip gitip başka yat ayalga imitişke bereş arkalık ziyan urdu. Yani anına hazır baladını ayrıtış arkalık ziyan urdu. Ve idâ kâne mebniyen lil mef'ul bu mebnil mechul boğan takdirde la tudara diyen söz mebnil mechul desek feva nehyun yani ziyan urulmusun diyen buldu. An yulhiqa biha ad-dirar min qibl az-zawj. Er tarafından ayalga ziyan urulmusun diyen buldu. Mebnil mechul olsun. Mebnil ma'lum bo'lsa ata ayalga ziyan urmusun diyen. Ve an yulhiqa ad-dirara biz-zawj min qiblaha bisababidir. Direkt racih. İhtimal var mı? Ayoldan erkek kız yavuşma yani erkekten ayol. İşkilesiz bağımdı. Demek ayol mu erkekten olmuşsun. Ev tudarru bir mana tadurru. Tudar diyen tadurru manada buluşu mümkün. Ondan da dikkat edin. Çünkü ayollar diyen analık mehri boyunca balına da erkek zaya kılığı düşkün okumaydı. Şu ayetin siyakını tarafında şu Said ibn Zübeyir'in aşırayı kuşatırımdı. Bu cıllık zaten. Şu talakılıp gitkendiğin kiyinke Şu evvel kilip çıkıyordu. O normalde o öydeki ayollar o balasını emitmeyme, kılma, ya başka adamın kiralığında bunda da duralım. Fakat şu talak olan ikisi bunda. Ya ki tudarra diyen, tadurra diyen manada buluş mümkün. Mufaale vezinde emas, manda manada buluş mümkün. Ve ba min sılatihi. Yani sıla diyen mesela zaide li ta'kidimiz. Zaide de koyduğu bazı. La tudarra validetun bi velediha. La tudarra validetun velediha diyenge okşayış. Ma ben eli taşlasanlar da zayid der. Ümani şuna çıkıyor. Lakin bazı demek elde. Ta'kid var. Ta'kid. Tafsirler çıkında ziyade de mesela derken. Ziyadeye atalga asal hat salahi gel. Lakin bu Kur'an'a yaraşmadan bir gel. Layık kelmeyden. Ta'kid de koş ya muakkide de koş buldu. Zayide demek. Lakin ama ziyade bu artık yapmanı bildirdi olsa bu ta'kidleşten. Takımın ta'kidleşini bildirdi. Şu nefesin aslında dikine kırganda mesela elvesin bulunduğu da mesela deseydi ki elvetke vaxtida bağıqlık mananı. Unda ta'kidlengen ma'na çıkmaydı. Çokum bir yangi bir ma'na var şunda. Ey la tadurru validetun waladaha mana. Bana kemmesek mi? Balası ziyan olmasın yamını. Fela tusi'u gıdâehu ve ta'ahhudahu. Ziyan urup onuğa o yemek içmeki perviş işlerde onda naçarlık musuğun deydi. Ta'ahhud degen beqiş. Perviş kılış. Ve la tedfa'u el-abi ba'dama alifa. O ayalga künep bolgandan keyin atışıqqa tutquzub qo'ymusan. Ve la yadurul validu bihi hamda ma ertalab ko'rsek atımı ayalning qo'ldan tatib olib o'z onasining mehrdan mahrum qilish orqali balig ziyon olmusan. Demek bayatın kız ziyan uruş er ayalga ayal eriga ziyon urishdi. Hozir ma'va dada balasqa ana balasqa ziyon urush degan ma'noda. Çıkaylanan ciddinden bala ziyan tartmışsın. أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد. Ya ki
ayolga berdigan rizq kesilni nafqani joyida bermay qilsa, unda ayol qopab sen to'liq ekanib bermagankin ma'nosini. Mana deb balga obdan qaramaydiganlar. Demek neticede ayol ikkisi balıg'jan bo'lgan bo'ldi. Va inma qila bi waladiha va bi waladihi. Yani bu yerda nima uchun bi waladiha va bi waladihi dedi? Li'annahu lamma nuhiyatil mar'atu anil mudarrati udifa ilayha al-walad ista'tafan laha alayh. Demek bu yerda waladiha waladahu dish balasi degani hozir bu yerda mezhebni qo'zg'atishadi ayollarga. Ata-ana ishkirisinkine balığa mehr şefkat kılış ündeş boş kelin. Ya kavmiyiz, ya kavmi diyen evinin milletin, kavmi cemaatin diyene istatap işim. Mesela aka ya ata diyen man binasını talep kılan çaldı bu istatap. Akıllık, atıllık ya ki özünün kavmi cemaatlilik reştine şipi keltirip durup biz milletin boğandık yani ya atı balığı boğandıkken manda kıpırayan değiştiğini bari. Şuna veled duhud degan söz hazır. Bu senin baran boğandıkken sen meşaqqat qilib ko'nishing kerak degan mazmun bor. Va kadalikel valid. Yani va alal valid degandek sözümüz shunda. Va alal varithi mislu zalik. Yana miras ağuçı varis qilmi deyiladi. Varis qilmi ashuni o'xshi bor deydi. Yani uning gardinda shunga o'xshash majburiyat bor deydi. Bu alal varis degan so'z va alal mavlud lahu rizquhunna va kisvatuhunna degan so'zga atf qilingan. Demak, va alal mavlud lahu rizquhunna va kisvatuhunna va alal varithi aydan rizquhunna va kisvatuhunna demak. Va ma baynahuma tafsirun lil ma'ruf. Va alal mavlud lahu rizquhunna degan so'zdan tortib, mushu va alal varith degan orliqanmasa nima? Ma'rufninki izohati. Bu izohati ma'rufning zoti shunga qistirib qo'yildi. Shu oyatda val validatu yurdana awladahunna hawlayn kamilayn liman arada yutimma marada va alal mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhum bil ma'ruf. Bil ma'ruf deblar la tukallaf nafsan la tudara wal mushammasa ma'rufninki izohati. Endi va alal varith misl dalik degan ashunga ulablam deganga o'xshash. Va alal mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhum bil ma'ruf va alal varith misl dalik. Mu'taridun baynal ma'tuf wal ma'tuf alayh. İkisini oturuğa kirvagan kısturmuşsunuz bu. Ve ala varithes sabi inda adamil ab. Demek ki onu dadı bulmagan takdirde, atısı bulmagan takdirde ay sebini miras ağışı deydi. Demek sebini aç bakılgan, ilgi olduğun kişi demek ki. Misli zalik. Dadı yokken, dadı bana ölüp gitti olmasın. Bu ayının koldu kaldı yanında. Bunda ahval bolsa, ya bir ay sefer kıp ketken kanda bolsan da, dadı bulmagan ahvalda dadının mesela inisi olamdı ya dadının dadısı çoğun dadısı mesela. Ay dadığı varislik kıldığın kişi aşbalından çıkımını kıpırış gerek, dadının orunu durup deydi. Mitlu zalik, aşın okşaş çıkım kılış gerek deydi. Ey mitlullabi kâne ala abihi fi hayati ve rizqı ol kisve. Dadısı hayat vaxtıda kanda çıkım kılış mecburdu olsa, bunun varisi mu şunda kurdu. Vaktulife fihi. Müşabir istilaf var dedi. Fe'inde İbn Abi Leyla kullun men varithahu. Varis diyen umumu ya hususunu bildiramdı o demek şimdi. İhtilaf am ya haslıkta. Varis diyen sözde hem varisin öz içki alamdı o. İse İbn Abi Leyla hem varisin öz içki aldı o. Lepti. وعندنا يعني عند الحنفية من كان ذا رحم محرم منه يعني محرم تقام بوسادك ذي الرحم المحرم يعني شنو محرم تقام يرما ذوي الأرحام وأن تربتن تقام oldu mu mirasta ذوي الأرحام diye ana taraftan tuqqanlar degan bo'ldi. Yani ذي الرحم المحرم degene aşı mahram bo'ladigan darajaga tuqqanlar. Masalan buning bu qizi olsa, uning yana bir qizi tuqqani olsa, u mahram bo'lanmasmi? Lekin ikkisini agar birisi o'g'il, birisi qiz deb faraz qilgan taqdirda to'y qilinmaydigan bo'lsa degan. Bunda yaqin tuqqanga ham xaslashtiradi Hanafiy mazhab hozir. Demak bizning va Hanafiy mazhab bo'yicha aytsak, tag'isining bolasi, masalan-chi, unda olib qolsa bu mahram bo'lmagan ekan, tag'isining bolasidan to'y qiladi deymizmi? Ya tag'isining qizidan. Bu mahram bo'lmagan ekan, o chaqda undan unda chiqim qilib berish majburiyati yo'q degan. Lekin Ibn Abi Laylaning o'zida agar shunda tag'isining bolasi varis bo'lgan taqdirda ash chiqimini qilib berdi degan. Bu yerdagi varisda dadısının olduğunu yazıldı bunlar. Dadısı öyle gitti. Dadısı yok ama bu. Yine dadısı da hacım biraz ağan adamlar, çoğurak adamlar ise babandan çıkımına kurdu dedi. Balığa alette tağınınki balları ya ki akınlı ağınlığı balları mıras alamaydı. Sen kız olma. Balısı bolsa aladan böyle. Ama ağal okşaşamaz. Kız olsun. Kız balı olmasın. Aldığı ağalı var. Çoğun dadısı olsun mümkün. Çoğun dadısı. Demek bu zaten ya zirahmin mahramin minhu deyip şunu xaslashtiradi. Tağısının balası olsa Bombayda çıkım kılmaydı dedi.
Mecburiyet yok çıkım kısmı. Tağısından balası emez. Çünkü o zirrahmin mahram emez o. Liqiraat İbn Mes'ud radiyallahu anhu ve alel varithi zirrahmil mahrami mislu zalik der. Bunda qiraat bo'lgan ekan, mush qiraatni xuddi aniq tafsirga o'xshash tushunsak, bunda degan bo'ldi. Ve inde Şafii rahimehullah la nafaqata fima adal velad. Ya da tug'ish rishtisidan boshqa ahvolda chiqim qilish yo'q ekan. Mesela tug'ish risti degan bish tuqqanlari. Chunki tug'ilishda bish qo'saqdan chiqqanligi bormi? Bu shu qo'saqdan chiqqan, bu shu qo'saqdan chiqqan ekan. Ya'ni tag'ilami shunday. Çünkü bunun da dese, tağısılan bir qosaqdan chiqqan deydi. Bunda tug'ilish ristisida chiqim qilish va undan boshqasi yo'q. Demak, İmam Şafii muxassaslaştıribdi. Abu Hanife muxassaslaştıribdi. İbn Abi Layla umumlashtirdi. İmam Şafii'nin bir narsa tavası çıktı. İmam Şafii'nin. Birdi dedi. Çünkü bunun dadisi tağısılan bir qosaqdan chiqqan dedi. Aksi olsa chiqim qilib dedi. Çünkü aksidan bu bir qosaqdan chiqqan. Hammasi qilindi. Hammasi qildi. Anisidan bir qosaqdan chiqqanlik uchun. İmam Şafii'nin umisi shu kanimda. Ay bir narsaga bog'lab qo'yibdi. Qosaq bir bo'lash. Hanafiy mazhabida hammasi qilmaydi Alloh. Hammasi qildi shu. Zirahim qildi. Hammasini to'y qilib olamda zirahim qildi dedi. Boshqalar qilmaydi, zirahim qildi dedi. Nonga hammasi qildi, tag'is qildi. Lekin tag'isdan voz qilmaydi. Mahram emas. Arabisini ayolda tasavvur qilsak, elib tegish bo'lmaydiganlar. Kayn arada fisalan navada bu ikkaylan yani atana ayırışni xalab qasa dedi. Yani mishadam mushahatma hazır balını to'liq 2 yil imitishning vojib emasligini ko'rsatdi. Ya da mandub dedik-ku. Haldan kamilan degan. Shuni ko'rsatdi. Ayrıbday deb qasa degandan vojib emas ekan degan. Totaman fasal yani xitaman ayrish. Sadiran antaradi mana bu ayrish nereden kelib chiqdi? Çıkkaydan kengash qildi mesela balını ayrıtamdı mesela ayrıyla qacha ayrılmaz falan kundan da ayrıldı maslahat qilib ayrıversa dedi. İkili taraf rozilik ayrılsa fala junah alayma o ishga gunoh yo'q dedi. Fidalika ashunda ayrıvitishda zada alal havlayni aw naqasa demak 2 yildan aşuratga ahvolda ya 2 yildan kemaytvasim gunoh yo'q dedi. 2 yil muhattam emas deydi. Deyişi. 2 yil zal imitmasang bo'lmaydigan bir majburiyat yo'q. Va hadi tawsi'atun ba'da at-tahdid mana. Ayada havlayni kamilanda tahdidlatdi, bekitibdi. Xudan bu 2 yil imitmasang gunoh qildi o'xshamiz yo'q. Agar o'zaro razishib kamroq inson mayli dedi. Demak, bu kengaytibdi. Va tashawur istikhrajur ra'yi. Teşavvur degan dana bir fikir ya ra'yini chiqarish degan. Chiqarishdan iborat. Çünkü maslahat qilgan chaqda endi qalbidagi dana fikrlar o'tirib chiqadigan gap. Lug'atdan o'zin kelgan shirtul asal idza istakhrajtu. Asal chiqardim degandek, bu ra'yini dana fikrni qalbdan chiqarishdan iborat. Va zakarahu liyakuna taradi an tafakkurin. Bu odam da nima uchun shu tashavvur degan so'zni ishlatdi desa, bu yerda rozilik bilan bo'lmay, garchi rozi deyotmay, to'xtalib, balaning zodi manfaatini har tarafdan o'ylab turib, ondan rozilik berishni ko'z tutmoqchi edi. Demak, ashunda maslahatlar to'xtalib, boshqa turib, ondan rozi bo'lgan taqdirda emayotgan bola ziyon yetmay qoladi. Fa subhanallazi addabal kabir va lam yuhmil as-saghir. Subhanallah. Bu cho'nglarni munda adablagan, kichiklarni tashlab qo'ymay, shu manfaatini tan ko'zlagan va attabara ittafaqahuma anshari ikkaylarning o'zaro ittifoqlashini hisob qildi. Nima? Nima uchun? Li'anna lil abi an-nisba wal wilaya ata uchun dadiga mansub bo'lish, u igolash, igdashlik qilish huquqi bor edi. Ona uchun esa ash-shafaqa wal inaya, mehr shafqat va parvish qilish, beqish majburiyati va yoki unda haqqi bor degan. Demak, unda ikkili tarafning ma'lum o'ziga loyiq bir haq huquqi va majburiyati bor. Erga loyiq igolash, beqib chiqimlik bir. Ayolga loyiq majburiyat va huquq mehr shafqat qilib parvish qilish iborat. Unda ikkalan tang, ikkalanning majburiyati chetilg'ash bo'lgan tang kengash qilish kerak deydi. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum. Agar sizlar bolalaringlar uchun inikana izlab topmoqchi bo'lsanglar demakchi. Ay li awladikum zajjaj. Bu shu lug'at olimlaridan birisi, mufassirlardan birisi. Shu aynakcha o'xshaydi ekan bu olim. Shu zajjaj. Majazul Qur'on yoki ma'anil Qur'on degan kitib zajjaj. Wa qila istarda'a manqulun min arda'a. Bu arda'dan kelib chiqqan. Yuqalu arda'atul mar'atu as-sabiyya wa istarda'tuha as-sabiyya. Bu arda'dan kelib chiqqan. Masalan, manda deyildi. Ayol kishi balani emitdi. Men
ayoldan mabalni emitib berishni talab qildim yoki ayolni mabalni emitish uchun akeldim degandek bunda ishlatildi deydi. Muadda ila maf'ulayn. Demak bu yerda ikki maf'ulga mutaaddi bo'lib ketdi. Ay tastardi'u al-maradi'a awladakum. Ya'ni balaringlarni emitish uchun shu ayollarni akilislar degandek. Ardadan kelsa ikki maf'ul mutaaddi bo'ldi deydi. Ay an tastardi'u al-maradi'a li awladikum. Demak balaringlar uchun balaringlarga inik analarni akilislar degandek. فحذف أحد المفعولين يعني غير الأم. İki mef'ulun birisi çıkıp gitti bir yerden. Biri çıkıp gitmegene evladekum degen şu. Çıkıp gitkene anadan başka balalarını emitip birgaş inik analar degen aşı mef'ul çıkıp gitti. Demek ana unumay turbagan çağda yoki emitemeye kalgan çağda ana başka analarını balalarınlar için emitiş ekersanlar degen şu cümledeki anadan başka bir inek ana degenler çıkıp gitti. Bu da analardan birisinin emitişine abalısı için talep kılgandek, teklif kılgandek. Tastardi'u degan yerda ana ishkilananga tag'ilish tutasi assalom ekan. Yo'q, dedi qarta dedi. Men oyog'ini o'qpasa bo'lgi ma'lum bo'ldi. Ya'ni bu yerda hozir nimada fala junah alaykum idza sallamtum. Sizlarga gunoh bo'lmaydi. Qachonda idza sallamtum, ya'ni inik analarga topshirsanglar dedi. Marada degan jam' murda. Ve harramna aleyhil marada dedi. Cem murda. İnik analarga tapşursanlar nemene ma ataytum aşu sizlar bermoqchi bo'lgan shaqqini dedi. Ataytum Makki. Ataytum deb Makka qariyalar shuna qiraat qildi. Nimadan kelgansa ata ilayhi ihsana idza fa'al. Yani ona bir yaxshilik qildi degan. Ve minhu qawluhu ta'ala kana va'duhu ma'tiya. Yani maf'ula degan ma'noda. Ey maf'ula ve taslimu nadbun la shartun lil jawaz. Demek bu yerda bir qayda emas deydi. Yani manda topshirsang andın bu joiz bo'ldi degan gap yo'q. Yani bu topshirsang yaxshi deganni bildi. Yani shu bir inekanni emitib turgan bo'lsa, pulni biringlar tutib olmay, berganing yaxshi edi. Lekin pulni bersang andın joiz bo'ldi bunda emitish degan gap yo'q. Yuqorida bir necha oyatda shunday dedik-ku. Endi deganda shunda shart emas dedik. Kullanma yemtiklerden sen dolayı. Buldu demakchi. Hozir mishada bu qayd shart bo'lmagan ekan, pul amma inspire etsin mayli. Lekin agar shart deb qolsaqchi, pulni bersang andin joiz bo'ldi, bu joiz bo'lmaydi. Shunga shar'iy bilimning ahamiyati shu. Shar'iy bilim o'qigan odam dag'ir ma'va, mana shart, ma qayd o'yraydi. Shar'iy bilim o'qimasa, yo Qur'on tarjimasida bunda o'qisa, xuddi uni shart tushunib qilib, bu pulni beramiz joiz bo'lmaydi, inspire etsin deb bakar, maga inspire etsa, unmaydi. Sen pirish mumkin emas. Yoki hamda bir savoblar ish bu bola bechora bunda kesalab, ajizlar qolmasa, inspire deb bir ayol fidokorlik qilgan bo'lsa, mayli. Yarasi ma'tiyani maf'ul. Demak, ata degan bunda qildi degan gap. Asli atiyati ma'tiyada tiltigan bunda mubolag'asizlikda qildi. Yo'q, bu xudo ma'tiya degan, bu endi qilinib ketgan ish, ya'ni cho'qim o muhaqqaq bu qilinib bo'lgan ish degan ma'noda. Qudiya minhul amr yani. Bil ma'ruf, biyadim bil ma'rufna bunda ma'va qayd desak bo'ldi mana. Ma oyatidan, ma'tiya degan oyatidan Makki qira'atidan o'xshab qoladi. Demak, shunda qilsanglar dedim. Ataytum deb, ataytumni ataytum. Ma ataytum bil ma'ruf. Ya'ni muvofiq miqdorda sizlar shunda qilib bergan narsani baysanlar buludu demakchi. Mutaalliqun bi sallamtum bil ma'ruf hozir nimani? Shu muvofiq qoldi topshirsanlar degan bilan chetishlar. Ay sallamtumul ujra ilal marada bati bi nafsi va surur. Ya'ni sizlar inikanilarga ishaqtani ko'ngil rozi qilgan ishlardan chiqarib, xushallik holatda topshiringlar degan ma'no. Ya'ni ne desak, shunda emas. Ko'ngil rozi qilgan ishlardan chiqarib beringlar unga degan ma'no. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا تخفى عليه أعمالكم فهو يجازيكم عليها والذين يتوفون منكم sizlardan vafot bo'lganlar dedi. Taqulu tawaffaytu shay'a wastawfaytuhu idza akhadtuhu wafiyan tamman. Yani bir narsani to'liq topshirib olsam, tawaffaytu shay deymiz. To'liq topshirib oldim deganni bildirdi dedi. Yani bu lug'at ma'nosini izlatadi. Tavaffa degan. Yani to'liq topshirib olish mishar nimani bildirdi? Ajalni. Masalan, manchil yashaydi deb bilgan bo'lsa, shu yashashni to'liq yashab bo'ldi degan. Tavaffa falan esa xato bo'ldi. Tufiya falan deymiz. Çünkü tavaffa ise bu palana onu ötüretti diye bakıldı. Şuna bir cenaze ketilayotgan çağda Abdullah Döley'den birisi soraptı. Menil mutavaffi dedik. Bu Allah Teala deb koydu.
degandan mushli sababdan balki ba'zilar lekin mush sababdan balki Hazreti Ali anglab buni buning bor nafsarab mushu qoidani bekitib qo'ymasa qilmaydi ekan deb Abdullah Sadudiyga ama qoida tuzum qil buni qil deb buyurgan. Chunki nurg'un ajamlar arab tilini qilgan ekan azma Saudiya Arabistonda ana taruh degan bunda Bengalilar bor. Ana ma'lumdir. Ayna nimani buzib o'tgan ekan qadarga ma'lumda bundan qoida bekitgan deb qoida bekitizgan degani bor. Demak bu hozir mutavaffa degani bu o'zining yashaydigan haqqini to'liq apbulab yashab bo'lgan odam degan bo'ldi. Yashab bo'lgan qanday qildi? Qabrga o'tkazilgan gap. Buni Alloh taolo shunda haqqini shunda to'liq biritib, yashatqizib o'tib, unda oxiratga yo'l solgan bo'ldi. Şunu tufiye deyimiz. Vefat olduğu için tufiye. Yani tevaffahullah. Fevve mutevaffa deyimiz. Mutevaffi desek. Ey tustavfa ervahuhum. Ruhları. Ya ezvacuhum. Şu maktabın kaidesi de doğrusunu asıl koyuyor. Ularning ruhlari to'liq haqqini olib, bu ayaga xuddi qaydadin binasini to'liq haqqini olib, asta o'zining yo'liga mangandek bir ahvolda. Va yadaruna sizlardan vafot ulab qo'yib qo'ydiganlar. Azvajan, juftlarini qo'yib qo'ydiganlar. Madem buni tushuninglar. Burun buni matba yo'qdi. Bu nasibi bir kitob yozgan bo'lsa, o'z qo'li bilan bir nusxa yozishnaman yoki onun baş tağıtlığa deprette olay nüskılı attı. Ondan 20 solda. 20 nüskıdan andım o kitabı avutup kalkılıp kanda paydalında. Koldu köşerep paydalında. Maksus kitap köşerep cambaklı adam vardı. Nessah, varrak diye şolar. Varrakin diye şu kitap buruş. Yani kalem keşik bilen şu köşerep cambaklı kişiler. Bulamazsan bir yıl oturan Manchestom kitaptın birini yazsa, şunu anda Manchester'lığa setep, çoğundan ögünden açarıp bunda cambaklı var. Xet şirayla öz vaxtidagi matbaaning rolini o'ynaydi. Yani bu kitap hazır Hicriyat 100 yılı qancha bo'libdi 800 yildak bir vaqt bo'ldi. Shu jarayonda Tatarlar keldi, Mo'ng'ullar kitobni ko'ydirib o'tdi, xalqning qo'lida. Uningdan ko'chirib bu, buningdan ko'chirgan ashunda nusxali saqlanib qolgan. Saqlanib qolgan bu ba'zi musiqalarda saqlanib qoldi, ba'zi qo'lda saqlanib qoldi. Endi hozir matbaada bunda kang turda taqdirda desak, uning ikki yo'li bor. Bizsa shuni suratga oldirib, topgan nusxadan 5 adamning qo'lida dunyoda masalan shu kitobni 5 ta bo'lgan bo'lsa hammani to'playmiz. Ba'zi xatoliklar yozganlar bor, ba'zi to'g'ri yozganlar bor. Ba'zi shu muallifning o'zining qo'li bilan yozgani bor. Ko'chirlagandan keyin xatolik olgan gap. Yoki ba'zi kitobning bir nusxadan men kitobni ko'chirayotgan bo'lsam bizga çapak qilib ya saçqayib qilib yo'qlab ketgan bo'lsa uni biznasi zaman unda bakab qo'yib qo'yma, o'rin qo'yib qo'yma. Lekin biz hozir maktabni besishda shu maktabdan 5-6 nusxani tepib, undan kompyuterda besib mana matbaaga bermoqchi. Lekin mana nusxaning ikkisining farqi bor. Mana arvahum debdi, mana azvajum debdi. Ya o'tarib adam o mazmunga diqqat qilmay, unda biz chapaqda narsalar qolmi bu chikitda o'ylab qilib azvajum deb chikchikni paydo qilib qo'ygan gap. Arvahum. Demak bir nusxada azvajum bo'ldi, bir nusxa arvahum bo'ldi. Men hamda nega kitob nashr qilishni to'g'risini yozmoqchi. Muallif nunda yozgan buni arvahum deb yozgan. So'ng azvajumni ham ostiga tushirib qo'yib, arvahumni ustiga olaman. Lekin maktabda tartib qilgan buni. Nusxa tarafından tasvip bo'lgan. Lekin ma bir nusxadan aytishki so'zning mumkin bilan vazirini arliq baka qopdi. Ayında ko'chirilmay qopdi. So'ng ostida falan nusxada bunda bakalik va bo'shliq va demoqchi. Nusxadan inga emasmi? Fi nusxa bor. Har bir nusxa ism qo'ydi. Alif, ba, ta degandek ism qo'ydi. Ma ta degan nusxada shunday ekan. Lekin ustiga to'g'risini olibdi yaxshi. To'liqni olibdi. Azvajan yatarabbasna bi anfusihinna. Demak, juftlarni tashlab o'lib ketgan kishilar buning ahvoliga kelsak, bu ayollar qanday qildi? O'zini besib turib, jim o'tirdi, kutib turdi. İddat to'shqizdi demoqchi. Demak, hozir mushu oyat nimadan iborat? Eri o'lib ketgan ayollarning iddati to'g'riliq kelgan. Eri o'lib ketgan ayollar qancha muddat iddat tutadi? Bunun va istisnolar bor. Eri o'lib ketgan ayol masalan homila bo'lishi mumkin. Homil bo'lgan taqdirda Ulatul ahmal ajaluna yadana hamlauna degan oyat bor. Hozir ishlar tashib qoladi. Mutawaffa anha zawjuha va ayni vaqtda shu ayol ulatul ahmal. Lekin eri o'lib ketgandan keyin bir haftadan keyin tug'sa, iddat to'shab qolamdi deydi. Ba'zi to'shab qoldi deydi. Yo'q, ba'zi 4 oy 10 kunga qadar saqlaymiz. Chunki 8 oydan keyin tug'simi 4 oy 10 kun hisoblaymiz deydi Alloh. Ya'ni ba'zilar Ibn Abbas masalan, ba'zilar Hazrat Ali masalan, abadul ajalan deyishmi. Bu ikkining qasi, yo tug'ut, yo 4 oy 10 kunning qasi jiq
bo'lsa, shu hisob bo'ldi. Mesela 3 oyda tug'ib qolgan bo'lsa, yo'q, 4 oy unken deymiz. Aqdat. 6 oyda 5 oy tug'sa, ya'ni 5 oy 6 oy shu hisob. 4 oy unken yani. Abadul ajalayn. Ha, jiq bo'lsa shuni hisob qilamiz. Buni shuni ixtilof bor masalan. Durusuldu meşhur. Başka nikahlanış kaçan durusuldu? En cık iddatına toşkulup boğandan keyin de. Yoki ba'zilar to'dan mumkinmi deydi. Birisini umum va xusus muomalasi qilishda masalan. Ayolning amildar ayolning balani tug'ib bo'lgandan bir tugaydiganlikqa ishib boqadi. Baqa. Deganim, o'sh ayolning erilib ketsa, amil chaqda erilib ketsa, bu hozir ulatul ahmal deganga tushdi. Mutawaffana zawjaga tushdi. Nonki hozir qani hisob qilinib maniga desa. Unda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning so'zi bor. Men ikki sura Ashuna so'zi bor. Ani yani İbn Abbas'ın başka bir gelene kadar çıkırlar. Hazreti Ali'nin başka bir gelene kadar çıkan bolsun ki o çağdandan. Ya Mustafa'nın gep toğra da turva olunmaydı. Öz qaraş meselesi. O mübarek kılıktan degene o İbn Mas'ud aşı mündaliqi men qattiq işencim bor demoqchi. Bir anda başkalar deydi, al-ibra bi umum lafz. Umumda tutsun, lekin bu yerda lafz umum bo'lgan ekan, ikkilisi ham shunda amal qilish yuzasidan birini am, birini xos, ya ikkilisi bir-biriga kirishib ketdi desak bo'ldi deb turibsan. Shu ba'zilar abadul ajalaynni hisob qilmaymiz deb turibdi. Ba'zilar madxul biha bilan g'ayr madxul bilan ayiradi. Masalan, billolab anda o'lib ketgan bo'lsa, menda billolmay o'lib ketgan bo'lsa, menda deb ayiradi. Buning o'rni nima? Menda masalan o'rni bidayatul mujtahid. Ta'arudul nusus, bidayatul mujtahidga iholiq qo'yamiz hozir biz. Ay nikahimizda chiqdish. Ay va zawjatillazina yatawaffawna minkum yatarabbasna demakchi deydi. Ya'ni zaten vafot o'lib ketganlarning ayollari kutib turdi, ya'ni iddat tutdi demakchi. Aw ma'na yatarabbasna ba'dahum bi anfusihim. Yoki ulardan keyin degan bir so'zni o'sha taqdir qilamiz deydi. Ulardan keyin o'zlarini shu biz turib iddatni saqlaydi degan ma'no. Bi anfusihimda biz shunda bir nima targ'ib qilish ma'nosi bor dedi. Yani nefsini bas degan ma'no var. Fa hudifa ba'dahum lil ilmi bihi. Demakmi ba'dahum degan bir so'z bor dedi, ko'ngilda bor. Lekin bu ma'lum bo'lg'achqa uni deb o'ttamidi deydi. Demak bu o'lib bo'lgandan keyin bo'lg'ash bu. Endi qilib. Sizlardan vafot bo'lib ketganlar ayollarini qo'yib qo'ysa degan gap, keyin uni yatarabbasdan degan, shunda o'lib bo'lgandan keyin uni kutib turdi deganni bildirdi. Shu o'lib bo'lgandan keyin degan so'z bu ma'lum buningdir. Va innama ihtija ila taqdiri lana la budda min aid. Nima uchun ba'dahum deb mishad atoj bir so'zni ko'ngilda bor deb muqaddar qildi desa, chunki mubtada qaytilgan bir aid bo'lish kerak deydi. Mavsul bo'lgandan keyin shunama mavsulga bir qaytilgan bir damira nima bo'lish kerak. Demak, ilal mubtada fil jumlatillati waqat xabaran. Mubtadaning mavsul bo'lib qolsa, xabar bo'lgan jumlada ham mubtada qaytilgan bir damir bo'lish kerak dedi. Aid bo'lish kerak dedi. Nahviy qoida bu. Şu qoida bo'yicha biz aslında ko'nglimizda fikr olibdik. Bu Qur'on kammisimi ko'nglimizda bor deb turibdi. Kadrlar taqdirlar bor deb ko'nglimizda shuni o'xshash. Ta'affara fa'idatu min ayyam muqaddarlar. Misha bir mahzub bazar. Ba'dahum demay lahum desim bo'ldi. Kim muhimashadi bir damirashning demak bu iddat kimning haqqi o'sha? Erlarning haqqi. Demak bu er uchun ata-aytin saqlab turib turdi bular. Üçün saqlam, fakizlar. Şu erlarning baladir kimning balasida bu saqda bo'lish ehtimoli bo'lgan bala erlarning. Agar u boshqa erga tegib kelsa, erningki haqqi zoya bo'lib ketadi. Shunga lahum desakmi bo'ldi. Ya'ni ash erlar uchun iddat turish kerak degan bo'ldi. Demak, allazina yatawaffawna degan mubtada, yatarabbasna degan xabar, yatawaffawna al-mufaddilu yoki mufaddal desak bo'ldi. Mufaddal. Balki mufaddal Said ibn Musayyib degandek ehtimol bo'lishi mumkin. Mufaddal desak to'g'ri chiqadi. Ya'ni boshqalar tarafidan e'tiborlanadigan, afzal deb qaraladigan, fazilat deb qaraladigan kishi degan. Bu o'tganda chiqdi-ku. Al-Mufaddal ibn Muhammad الضبي الكوفي المقرئ من كبار أصحاب عاصم ابن بهدلة كوفي قاريلرنىڭ birisi ekan bu. Asimninki cho'ng shogirdlarining birisi ekan. Asim ibn Bahdala ibn Abi Najud. Bu shu Hafsning saboqdishi ekan bu. Hafsning saboqdishi. Hafs an Asim dedi-ku. Asim Hafsning ustozi ekan.
Bu mufaddal mı? Asimdan qiraat o'rgangan bu katta Mufaddaliyat degan sahib shu o'smi? belki. Çünkü bunun şiir, edebiyat, qiraat, lug'at nimada nurg'un eserleri var. Jib iz qoldigan bu cho'ng bir nimamni. Demak bu andan qarilik nimasiga bola o'qitish vazifasini o'tabgan. Demak qiraat o'qitgan boshqalar. Ammo Asimdan qiraat o'rganganda Asim qiraatini ba'ziga chiqitib boshqa o'qib qo'ygan yerim bor edi. Bu rivoyatni mumkin shu ikki rivoyatlar. Salla qiraatda man tazi şeyinlik deb qaramaydi ekan. 168-yil vafot bo'libdi. Imom Abu Hanifaning zamonidagi adam ekan. Yatawaffawna deb manda qiraatni. Bizning qiraatni yatawaffawna shunama? Ma yatawaffawna. Hasanasının qiraati. Chikatda hozir. Mufaddal mishada Asimning qiraatini chikatda. Bunda shaz nimalar bor ekan. Yatawaffawna o'zin bo'lsa, to'liq haqqini olib bo'ldiganlar. Demek bu erlerinin işinden, sizlerin işinden dünyaya to'liq nesibisini olib bo'ldiganlar ketadiganlar. Bu aşında ma'nini uqtadir. Ya haqqini olganlar inson shu. O'lib ketganlar haqqini olgan bo'ldi, fa'il bo'ldi. Yutawaffa degan fa'il kimda Allohdir. Bu bunda qiraq. Arba'ata ashhurin va 10 bu ajr muddatni mana ko'rsatadi. 4 oy 10 kun kutib turdi, iddat to'shqizdi dedi. Ay ve 10 layalin. Demek ki 10 degenmiş ada 10 kecha degan bo'ldi. Arab kalendarda, hijriy kalendarda bak kecha burun keldi. Kechilar hisoblaydi bular. Kunduzlar faqat ba'zida tajovuzdan hisoblab qo'ydi. Amma asos shu kecha. Qachon boshlanadi shu? Navashamdan tortib boshlandi. Kun petishlar keyingi chislar kun kirgan bo'ldi. Laylatul juma degani nima? Payshanba kechmiz. Payshanba namazshamdan keyin Laylatul Juma'chidir. Laylatul Ayd degani ertasi kuni. Demak, ma kecha hozir ertasi kunduzgi tava. Degan bizning Uyg'urlarimizda ma kecha hozir o'sha o'tib ketgan kunduzningki qanday chaqda buning farqi chiqib qoldi desa, masalan, 10 kun etkab turmoqchi. Bu etkani boshlashdi biz. Namazshamni o'qib bo'lib andin boshlasak, ma kecha bilan ertasi kunduz menda jutlashib 5 kun ulab, o'tkazib bilsak unda 10 kun bo'lamdi. Yoki biz bamdatni o'qib boshlamdik. Masalan, kecha ma'ni tava desak, namazshamni o'qib bo'lib bilan etkab chiqilganga. Yo'q, unda emas desak, bamdatni o'qib bo'lib etkab chiqamiz. Ayında ahvalda farqi var hisoblash. Yoki buvoqning tug'ilgan vaqti 7-kuni biz ism qo'ymoqchi, yo aqiq qilmoqchi. Masalan, kecha tug'ilsa, masalan, erta 5 kun o'tsa, ma 1-kun oldimi shu? 1-kun tava. Ma o'tib ketgan kunduzgi tava emas. Yani bu hozir tug'ilsa, juma kuni tug'ilgan bo'ldi. Tunigan yani biz hozir bilgan degan payshanba kuni tug'ilgan emas. Mana 7 kun hisoblashda biz juma kuni tug'ilsa, tug'ildi deb kirar payshanba kuni aqiq qilamiz. Agar ma payshanba tug'ilgan bo'lsa-da, kirar chorshanba kuni aqiq qilib 5 kunni tug'ilgan kunni hisoblamaydigan men nima deyman. Bu qarashim bor. Degan to'g'risi tug'ilgan kunni bir kun hisoblaymiz. Yunishdimi shu? Tundan keyin yuyingan bo'lsa, jumaning yuyinishi hesabmi? Bomdatdan keyin yuyingan bo'lsa, jumaning yuyinishi hesabmi degandek. Shuna 10 degandirlar, buni hozir muzakkara keldimi? Shuna 10 layal demakchimi ya deydi. 10 degan so'zdirlar kechiligi misha chiqib bo'ldi. 4 oy tugab bo'ldi desak, dastlab kirgan nima? Kecha. Shunda kecha hisobda deydimi? Demak, kecha hozir kunduzda ilgari. Kecha kunduzda ilgari bo'ldi. Lekin buni menda desak bo'ldi. Abu Hayyan manda debgan. Anna qoida tazkir al-adad va ta'nisi inma hiya idha dhukira al-ma'dud. Demak, sanni muzakkar muannas qilishgan, ma'dudni tilga olgan chaqda anda mesela 10 layalin deb bunda desa, bu muzakkar muannas deymiz deydi. Agar ma'dud layalin deb uni atmasa, u chaqda muzakkar muannas qas keltish bo'laverdi degan nima deydi. Va amma anda hazf al-ma'dud mana فيجوز الأمران مطلقا. Ma'dudni ilib tashlashda, layal deganni ilib tashlab chiqadi. 10 desam bo'ldi, 10 desam bo'ldi. Demak, mishada al-ayyam dakhilatun ma'aha. Demak, mishada 10 kun turdim degani kunni maqsad qilsak, kechimi shuning ichida. 10 kech qo'ndim desak, kunduzmi shuning orliqni birga ketdi degan bo'ldi. Yani 10 sotka degandek manda. Va la yustamalu tadkir fihi dhahaban ila al-ayyam. Taqulu sumtu 10. Ayyam degan muannas, hazil ayyam deymiz shu. Bu ayyam degan muannasda undan keyin biz bu yerda 10 deb muzakkar keldik demaymiz deydi. Unda demaymiz. Demak bu yerda ma'dud hozir kechimi kunduzmi demakchi. Biz yo'q bu muzakkar keldi, bu yerda kechini ko'z tutdi demaymiz deydi. Hozir shu iddatni sanashdimi hozir darhol 12 soat farq bo'ldi. Masalan, namazsham bilan 4 oy tugab ketdi.
Andan ma keç gündüz bir hesaplap, muşu keçi bilan ertesi bir gündüz bir kun. Bakis ve ertesi bir kun. Yani mıgısak aşı 10 sotkisinde tügende namazşan bolgan çağda bana edit toşudu. Eğer keçini gündüzden ahiri savsakçı, ertesi taң atkan çağda demek 12 saat fark oldu. Ertesi taң atkanda onu tegerletti. Lekin namazşan nekin lan tegerleydi. تقول صمت 10 ولو ذكرت لخرجت من كلامهم. Sumtu 10 mesela Arap tilinden qaydasini chiqargan bo'ladi. Sumtu 10 deysan deydi. Sumtu 10 degan nima degan bo'ldi? Asharata ayyam degan bo'ldi. Ayyam bo'ldi. Demak, sumtu 10 degani asharata ayyam degan bo'ldi. Sumtu 10 desam, bu 10 layali bo'lib qoldi. Kechida ro'za agar 10 deb ishlatsam, qalamda chiqargan bo'lib qolsa, sumtu 10 deb manda keltirsa. Ya, hali ta'ti oldu. Sen muzakkar qilib qo'ysanmi shuni hozir? Arab tilidan chiqargan bo'lsa deb. Qana desak? Asharata desa, Sumtu 10 desa. ya sumtu 10 desang to'g'ri dedim. Sumtu 10 desang to'g'ri. Sumtu 10 desang xato oldu demak. ولو ذكرت degan nima? Shu wala zakar degan Ne? Muzakkar desam demakchi. ya hozir bu yerda o kunning gapini qilmadi hozir men. Mendalim deb qo'ysang deydi. Unda olganda sumtu 10 degan gap. Kechik berib qolibdi bu. So'ng bu kechida ro'z tushunmaydi, bunda qamlashmaydi degandek. Shu sumtu 10 desang to'g'ri oldu deydi. To'g'ri oldu. Agar bu yerda muzakkar qilib qo'ysang, arab tilidan chiqsadigina sumtu 10 desang, arab tilidan chiqsadigina. Bu 10 degan so'zida Alloh subhanahu va taolaning 10 kun deganda kunduzlam hisob qichiramdi yoki o'sha kechalarmi birga qo'shilib? Ya mishamasi kechasi. Kecha, lekin bidurura 10 kecha olsa 9 kunduz cho'qim chirdi onda. Kunduzsiz 10 kechani javob olmaydi. Undan keyin misha 10 kecha. Ham 10 kecha deganning 10 kunduzning farqi nima? 12 soat. Ya hozir masalan 10 davolsa Alloh Shu 10 degani kechilikni bildirmoqchi mishalar. Kecha maqsad deganga endi chiqib turdi deydi. Walayalin 10. kechidan boshunda demakchi 10 kun. Nasıl sumtu 10 desek to'g'ri Xato oldu deydi. Gündüzü ro'za üstümüzü ko'rib degan kunduzini kecha tutmaymiz. Kunduz muannasimi muzakkar emas, ayyam degan. Ayyam degan muannas bo'lar. Demak, hozir unda tuxal degan gap yo'q degan. Ha? Muvafiq ma'dudahu. 10 masakinat emasmi? Yakida muzakkar 10 muannas keldi. Masakin muannas hozir. Ashara degan shuni dal tushdi hozir. Masakin degan shu muannas. Kullu jam'an muannasu dediqqa. Adadlar mavjud birlikat bo'lgan gapmi? De unda birlikat bo'ldi. Lekin 3 dan 9 qadar bu muxolifat degan 3 dan 9 qadar. Onda o'xshash keldi. Ha, unda o'xshash keldi. 1-2 nima yana o'xshash keldi? 3 dan 9 arliq qildim. Shunda undan hozir 10 degan o'sha 10 degani layal muzakkar ekan. Layal muzakkar ekan. Demak, bo'ldi. Udullashgan ekan hozir layal ekan dedik. Endi ayyam muannas bo'lgan ekan bu shuni arliqqa qistirib oldi bu. Wala istamal tazkir fihi zahaban ila al-ayyam. Muzakkar keldi. 10 ga muzakkar keldi. Ham bu yerda muzakkarni yo'q bu kunga qaratib turib muzakkar qildik demaymiz deydi. Bizlar kecha qarab turib muzakkar keldi deymiz. Layal degan hozir 10 degan ikkisi muzakkar uzullashdi. Endi yo'q bu ayyamga uzullab turib bunda muzakkar keldi demaymiz deydi. Taqulu sumtu 10. Yani adeti bunda deysa deydi. Arab tilida bunda deydigan odat bor. Bunda degan ekan, yo'q, buni kunduzga 10 deb ishlatdi. Mishada kunduz maqsad deb turib olmaymiz deydi. Nima uchun desa, bu arab tilining qoidasida shunda kelgan. ولو ذكرت degan gapni Agar muzakkar qilibsan, degan gap shu. ha? Muzakkar qilsam gap shunday ya. Wala zakkarta. Muzakkar qilasan. Muzakkar qilibsan, bu chaqda arablarning tilidan chiqib qolsa deydi. 10 deb keltirmak mumkinda o'shada. Ya o'sha sumta 10 deysa deydi. Nima uchun? 10 desam, bu arablar bunda ishlatganlik uchun endi deysa buni. Simai bu bunda. Ha? Bunda uslub bor deydi. Lekin sumta 10 desam, sen ayyamni ko'zlamoqchi hozir. Kunduzni ko'zlab turib, bu kunduz ayyam masalan muannas bo'lgan ekan, 10 ni muannas keltirma, ikkisi o'xshashmi sunmaydi desam, arab til qoidasidan chiqib ketgan bo'lsa. Endi sen nazariya bilan mansam, yerda qamlashmaydi. Chunki arablar mush masalada nazariyadan chiqib, bunda qilgan emas.
Arab tilining jiq o'qimida nima qiysizlar? Arab tilining o'zida bor. Demak, aşağı har qanday tilning simoyisi va qiyosisi bor. Buni qiyos qilmay aqlolmaydi. Kalamuhum da kalamına demek. Ya bu Arab bo'lmagan ekan, bu ajam bo'lgan ekan, Arablarning tilida datidir. Zaten ama olov zekkerta. Xarijda Muzakkar qilsang deydi. nimani muzakkar? Layaladir muzakkar deydi. Darhol qarashda mana so'zlab shunda datidir. Nima? Olov zekkerta ekan. Olov zekkerta yani zekkerta ayyam. Sen sumtu 10 ayyamin sen zekerta sen gapni kitib qolgan bo'ldi. Nima qilsa ayyam degan gapga naqal 10 degan gapning ustiga ayyamning ichigami kecha bilan kunduz tanchirib ketdi. Sen kechasimi kunduzimi tutgan bo'lasan. Balki bu to'g'ri chiqargan. Ya'ni ular zakartal ma'dud demoqchi. Ha? Ular zakartal ma'dud. Qanday deyilamiz? Bu to'g'ri chiqadi. Sen ashran dedin. Sumtu ashran desang to'g'ri. Lekin hamda hozir asli ro'z deganni kunduz tutdi. Kecha ro'z yo'q. Sumtu ashran al-ayyama. Ashran ayyaman desak, bu chaqda xato deydi. Arabunda ishlatmaydi. Hazf qilib ishlatdi. Demak, mishara hozir biz yuqori qoidani hazf qilib ishlatdi. Layal. Çünkü mana ashran desa, asli ayyamni nima qilsak, deyishimiz kerak-da. Ashrata ayyamin deyishimiz kerak. Ashran desak xato deydi. Lekin ma'masilda ولا يستعمل التفكير فيه ذهابا إلى الأيام تقول صمت 10 ولو ذكرت لا خرجت من كلامهم. Bu degine bu Araplar sema'i holatda mushunda ishlatib kelgan. Yani taqulu sumtu 10. Lekin mush 10 kundan nimani maqsad qiladi bo'lsa, al-ayyamni maqsad qildi. Nima uchun kechida ro'za tutish yo'q. Bu mushunda sema'i ishlatilib kelgan deydi. Ana bu oyatdagi va 10 degandimi, mush kunduz deb turib olsang bo'lmaydi. Sumtu 10 degandimi, mushunda ishlatgan. Bunda olgan 4 ashhur va 10 degandimi, mush kunduz maqsadda deb turib olsang bo'lmaydi. Chunki sumtu 10 degan so'zdagi mushunda ekilish, ya'ni kunduzni maqsad qilib ekilish bu simoiy holatda qoidadan sirt shod holatga kelgan narsa. Aslida normalda sumtu 10 deb kelish kerak. Nima uchun al-ayyam muannasda? Lekin 10 bu muannas holatida ta bilan ayyamga munosib kelish kerakdi. Hozir xilof holatga kelishi shu qoidadan chiqayotgan holatda simoiy holat kelib qoldi. Lekin ma'ayatda mushu simoiy kelgan mushu sumtu 10 o'xshashdi. Buningda kunduz maqsad qilindi deb turib olsang bo'lmaydi. Nima uchun? Sumtu 10 degani bu qoidadan chiqayotgan simoiy ishlatish usuli demak. Endi javob shu bu. Mana e'tiroz yo'qda unda. To'g'ri ekan. Ay va 10 layalin, ya'ni mush 10 degan so'z mush kechini bildirdi. Kunduz buning oraliqqa qistirılgan. ولا يستعمل التفكير فيه ذهابا إلى الأيام تقول صمت 10 demek bu kunduz maqsad qilingan deb qaramaymiz. Demak mishat muzakkar keldi. Lekin bu muzakkar ayyam maqsad qilindi deb bunda kelmaydi. Chunki bu xato. Chunki ayyam bo'lsa bu ashrata da kilish kerak dedi. Bu arab qoidasi bu. Demak buningdan 10 degandan hozir biz musho kechi maqsad degan cho'qim shu gap chiqadi. Agar kunduz maqsad qilgan bo'lsa, ashrata deb keldi demakchi hozir to'g'ri. Masalan, sen 10 kun ro'zasini demakchi bo'lgan bo'lsang, u kunduzda tutgan narsa bo'lgan ekan, sumtu 10 deysa, kunduzni demay turib deydi. Lekin kunduzni deb qo'ysang-chi, bu chaqda ashrata ayyam deyishing kerak, sumtu ashrata ayyam deyishing kerak. Demak, hozir mushu ibora hozir ma'dudni elib tashlayotgan ahvolda hozir 10 kunni biz 10 kecha hisoblab kunduz hisoblamaydi ekanmiz. Bu ashunda iddat zati tugagan hamon 5 minut o'tgandan keyin nikoh qildim deb boshini saqlab turgan ayolga nisbatan ba'zanda uzilib kelib qoldi-ku. To'y qilgan kunni bekitib, mana taxminiy hisoblab falan kun tugaydi ekan deb bekitib qo'ysa, 12 soatdan keyin undan to'shilgan avval bor. Unda oldirib ketganlar shunday qildi. Demak, shunga diqqat qilsa qildi ekan. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.